Assalomu alaykum, qaysi avtokarya o'rnatuvchilari. E'tiborlar markazida BMW X4 X-Drive 20 M Sport Pro paketidagi mashinamizda hisoblanib mavjud. Ushbu mashinamizlarni ishlab chiqarilganda 2025-yil 7-oy hisoblandi. Bosib o'tgan masofasi 6973 km tashkil qiladi. Kraskasi absolyutno top-toza mashina. Amerikada ishlab chiqarilgan. Hop, bagaj sig'imi 525 litr tashkil qiladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. Qisqa qilib aytganda, ushbu mashina X6larning ukasi hisoblanadi. Polniy приводda harakatlandi. Ko'rishingiz mumkin. Oldi orqa 4 ta vedushi hamda M Sport tormozon sistema. Hop, mashinamizning kapotida 2 litrli twin turbo motor, 184 ta o't kuchi mavjud, hamda 8 pog'onali avtomatik korobka bilan jihozlangan. Mashinamizning rasxodiga keladigan bo'lsa, 100 km ga 8-9 litr tashkil qiladi. Bu M Sport Pro varianti ko'rishingiz mumkin, oldi обвесовкаларgacha ham qop-qora variantda bo'ladi. Hop, 4 ta reyting beskuluchvoy доступ, 360 gradus kamera, datchik poyez zonalargacha ham bor mashinamizda. Ikkita oldi sideniyasi o'zini обогревlargacha ham bor, hamda sideniya elektropaket, Harman Kardon audio sistema, multimedia rol, xrom vstavkalar, head-up display deysizlarmi, 360 gradus kamera, undan tashqari informatsion tablosi bilan hamda simsiz zaryadlash tizimigacha ham bor ko'rishingiz mumkin. Hop, tomlargacha ham ko'rsatib o'tib ketaman. Tomlar buni panoramali hisoblanadi hamda bu joylari bular oddiy bir tekstil alkantara emas. Hop, orqa tomonlarigacha ham ko'rsatib o'tib ketaman. Juda ham ideal holatdagi mashinamizda, saloniga hech qanaqa pitno yoki dog' yo'q. Juda ham a'lo saqlangan, egasi qarab yurgan mashinaga. Hop, mashinaning narxi keladigan bo'lsa, agar Siptoshkent $55,000 qilib beramiz. Agar kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqaringlar. Mashina informatsiyasi bilan qolgan rasmlarni tashlab berishimiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.